Do'stlar, Yangihayot tumaniga kelganmiz. Nurhayot жилой kompleksiga. Turar joy majmuasi. O'rtoqlar ko'rayotganlaringizdek, shunaqangi gavjum hovli, balkonga chiqishinglarda ko'zinglarni ostida bo'ladi. Mashina qo'yish uchun avtoturargoh, magazin, bog'cha, yo'l yuziga ham ozgina joyroqangi uzoq emas, metro deysizmi, korzinka, barcha qulayliklari bor. O'rtoqlar, qiziq bo'lsa, o'tkazmay oxirigacha ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, bu planirovka bilan tanishtiraman. To есть, bu oshxona qismi, kuxnyamiz, konturnilar, radiatorlar qo'yilgan. Ko'ryapsizlar. Bu pod'ezd, uyga kirishimizda koridor, xohlasanglar garderobni qilib, xohlasanglar prig'ojinni kichkinagina mebel qilib yasattirsanglar bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi ko'ryapsizlar. Zal, keng, katta, yorug' uy go'sremon holatda, kosmetika, hojatxona va hammom razdельный. Buni yonginasida hammom o'rtoqlar to'liq kafil qilingan, foydalanish uchun tayyor o'rtoqlar. Xo'p, so'nggi xonasi yotoqxona, kattalar uchun yotoqxona. Oynadan qaraganinglarda hovliga, naryoqdan qarasanglar, o'rtoqlar, shundoqqina katta yo'lga va orqa hovliga qarasanglar bo'ladi, ko'zinglar tushadi. Xo'p, narxi keladigan bo'lsa o'rtoqlar, narxini 61500 qilib belgiladik. Albatta kelishiladigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi.